Mahalliy bozorlarni sifatli kartoshka mahsuloti bilan muntazam ta'minlash maqsadida Jizzax viloyatida ham bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, joriy yilda jami 8,5 ming gektar yer maydonida kartoshka yetishtirish ko'zda tutilgan bo'lib, ayni kunlarda hududlarda urug' ekish ishlari to'liq yakunlanish arafasida. Jizzax viloyat prokuraturasi qoshida tashkil etilgan maxsus shtab a'zolari joylarda bo'lib, bu borada amalga oshirilgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Davlatimiz rahbarining 2025-yil dekabr oyida Jizzax viloyatiga tashrifi davomida kartoshkachilikni rivojlantirish borasida Jizzax boshqa hududlarga namuna bo'lishi kerakligi ta'kidlangan edi. Bu borada 2026-yildan boshlab kartoshka yetishtiruvchilarni qo'llab-quvvatlashning yangi mexanizmlari joriy etilishi, bunda mineral o'g'it, texnika yoqilg'i va boshqa xarajatlar uchun kam foizli kreditlar ajratilishi bo'yicha bir qator vazifalar belgilab berilgandi. Mazkur topshiriqlarning ijrosi bo'yicha Baxmal tumanida o'rganishlar olib borildi. Ma'lumotlarga ko'ra, tumanda 2026-yilda 2043 gektar yer maydonida 43925 tonna kartoshka yetishtirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga kelib ushbu hududda urug' ekish jarayoni yakunlanish arafasida. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash borasida tumanimizda hozirgi kunda 1,5 ming gektarga yaqin maydonlarda kartoshka ekish jarayonlari yakunlanib, ularni parvarishlash jarayonlari ketyapti. Bu ishlarda asosan mana shu tumanimizni karantin inspeksiyasi, agroinspeksiya xodimlari mutaxassislar tomonidan mana shu kartoshka ekish bo'yicha kasalliklarga, zararkunandalarga qarshi kurashish bo'yicha maslahatlar berishib, amaliy yordam berishmoqda. Eng asosiysi mana shu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda bizga mana shu prokuratura organlari bilan birga hamkorlikda ish olib bormoqdamiz. Ularning albatta maslahatlari yordamida mana shu ishlar amalga oshirilmoqda. Baxmalda bugun nafaqat fermer va dehqon xo'jaliklari, shu bilan birga aholi tomorqalarida ham kartoshka yetishtiruvchilar soni oshib boryapti. Tuman qishloq xo'jaligi mas'ullari, agronomlar xonadonlarda bo'lib, yurtdoshlarimizga sifatli va mo'l hosil olish yo'lida e'tibor qaratiladigan jihatlar borasida zaruriy tavsiya va maslahatlarni berib kelmoqda. Bulg'uloq qishloq fuqaroligida hammasi kartoshkalik shug'ullanadi. 5 yil oldin 50% edi, hozir 100% ga chiqqanmi, xonadagi dehqonchilik o'sha kartoshkadan iborat. Hozirgi kunda 70% xonadon ekib tugatgan, ob-havo noqulaylik uchun 30% qolgan. Ular mudolasa, yomg'ir to'xtasa, yer yetilsa, uni bir kun ikkinchi ekib tugatadi. 93-yildan beri katib kelganmiz har yilini. 2 gektar fermerlik yerimiz bor. 2 marta egib olamiz, 2 hosil bir yilda. 100 tonna yaqin olamiz bir eginda. Ikkinchi egin ham 100 ga yaqin bo'ladi. Karantindan kelib darilab ketadi. Qishloq aholisi orasida ko'payib boryaptimi? Mana shu kartoshkachilik bilan shug'ullanadiganlar. Albatta ko'payib boryapti. Yildan yilga hozir eng kami 1 gektar egadi har bir xonadon. Shu maqsadimiz bozorda xalqimizni arzonchilik qilishda kartoshka bo'yicha. G'allaorol tumanidamiz. Joriy yilda ushbu hududda 2042 gektar maydonga kartoshka urug'i ekilib, 44516 tonna hosil olish ko'zda tutilgan. Tuman qishloq xo'jaligi mas'ullari prokuratura organlari bilan hamkorlikda urug' ekish ishlarini jadallashtirish bo'yicha fermer va dehqon xo'jaliklari rahbarlari bilan tushuntirish ishlarini olib bormoqda. Shuningdek, tomorqa yer egalariga kartoshka yetishtiruvchilar uchun mineral o'g'it, texnika yoqilg'i va boshqa xarajatlar uchun kam foizli kreditlar ajratilayotganligi haqida ma'lumotlar yetkazilyapti. 95% atrofida kartoshka ekish ishlarini yakunlash arafasida turibmiz. Aholimizda 50 gektardan ziyod kartoshka ekilgan. Bu ishlarni sifatini bajarish maqsadida G'allaorol tuman prokuraturasi tomoni bilan kelishilgan holda ma'lum bir chora-tadbirlarni olib bormoqdamiz. Kartoshkadan mo'l hosil olib, shu elimiz dasturxoniga o'z hissamizni qo'shish niyatimiz bor fermerlar bilan. Prezidentimizning tegishli qarorlar ijrosi prokuratura organlarining alohida nazoratga olingan. Jumladan, Jizzax viloyatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash maqsadida prokuratura organlarida jumladan viloyat va tuman prokuraturalarida nazorat shtab guruhlari tashkil qilindi va amaliy yordamlar berib kelinmoqda. Biroq shunga qaramasdan, kartoshka urug'ini sotib olish bo'yicha imtiyozli kredit mablag'larini to'liqligicha ajratilmaganligi, kartoshka ekilmagan maydonlarga ekilganligi to'g'risida hisobotlarga qo'shib yozilgan holatlar aniqlandi. Mazkur holatlar yuzasidan 26 nafar mansabdor shaxslarga qonun buzilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha rasman ogohlantirildi. Bundan tashqari 22 nafar mansabdor shaxslarga nisbatan intizomiy va ma'muriy javobgarlik to'g'risida ish qo'zg'atildi. Ma'lumot o'rnida 2026-yilda Jizzax viloyatida fermer va dehqon xo'jaliklari hamda tomorqa yer egalari tomonidan jami 170 ming tonna kartoshka yetishtirish reja qilingan.